Tomog'im bo'lganiga qaramasdan sizlarni yumshoq bulchkani retsepti bilan xursand qilmoqchiman. 300 ml iligan sutimizga 1 osh qoshiq droji, 1,5 osh qoshiq shakar qo'shib 5 minut oshirishga olib qo'yamiz. Qorachamizga bitta tuxum, 4 osh qoshiq yog' qo'shib, aparamizdan qo'shib aralashtirib olamiz. Aralashgan massamizga ozgina-ozginadan un qo'shib, yumshoqqina xamir qilishni boshlaymiz. Ahamiyat beringlar, xamir qotganingizda qo'lingizga yopishishni boshlaydi. Ozgina-ozginadan yog' solib, xamirni o'zingiz yopishmaydigan holatga keltirib olasiz. Xamirimizni 1 soat xolodilnikka oshirishga olib qo'yamiz. Tayyor xamirni ozgina unlab, bir nechta zuvalachalarga bo'lib chiqaman. Zuvalaga bo'lingan xamirlarni ustini yopib, yana 5 minutga olib qo'yamiz. Ungacha nachinkani ham tayyorlab olaman. Manda to'ralgan olma bilan ozgina shakar. Nachinkani o'zingiz xohishingizga ko'ra qilishingiz mumkin. Dumaloq qilib xamirni yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek tugishni boshlaymiz. Xamirimizni xolodilnikda oshirishdan maqsad ertasi kuni ham bulchkalarni isitganingizda bulchkalarimiz yana xuddi endi pishib chiqqandek yumshoqqina bo'lib qoladi. Tayyor bulchkalarimizdan ustidan tuxumni sarg'in surib 180 gradusda 25 minutga yuboramiz. Deyish uchun ayni muddao bo'ldi. Issiqqina choy yoki kofe bilan yumshoqqina va sochni chiqadigan bulchkalarimiz tayyor. Hammangizga e'tibor uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar.